Assalomu alaykum. Bugun siz bilan biza karusel postlar, ya'ni Instagram sahifa uchun karusel post tayyorlashni o'rganamiz. Shu birgina telefon orqali hech qanaqa dizaynerlarsiz, hech qanaqa dizayn ko'nikmalarisiz, shunchaki sun'iy intellekt bilan prompt bergan holda sifatli mana shunaqa karusel postlarni tayyorlashni men sizga hozir o'rgatib qo'yaman. Bunaqa karusel postlarni tayyorlab, siz Instagramda millionlab prosmotrlar yig'ishingiz yoki obunachilarni ko'paytirishingiz mumkin. Aynan nimaga karusel postlar hozir yaxshi ishlayotganini men oldingi darsda tushuntirib berdim. Agar siz oldingi darsni oxirigacha ko'rmagan bo'lsangiz, oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Chunki Instagramda tezroq rivojlanishingiz uchun hozirgi paytda karusel postlarni o'rni juda ham katta bo'lib qolgan. Shuning uchun karusel postlarni ishlatishingizni men sizga tavsiya qilaman. Har kuni o'sha bitta-bittadan karusel post qo'yib borgan taqdiringizda ham obunachilaringiz soni tezroq o'sishiga yordam beradi. Faqat sifatli va tushunarli va odamlarga foydasi tegadigan kontent qo'yishingiz kerak bo'ladi. Karusel posti o'zi qanaqa bo'ladi? Karusel postlarni hozir men sizga ko'rsataman. Karusel postlar nimaga yaxshi ishlaydi? Bularni hammasini hozir yana tushuntirib o'taman. Misol uchun bizada mana Chatplace akkauntini oladigan bo'lsak, Chatplace akkauntida karusel posti doimiy qo'yib boriladi. Ularning ichidan yaxshi kirgizilgan o'sha kontentlar, misol uchun mana bu ko'rib turgan kontentingiz 10,000 prosmotr yig'gan. Bundan tashqari mana 15,800 yig'ganlari bor. Men o'zimni shaxsiy sahifamda karusel posti juda ham yaxshi qabul qilinadi. Misol uchun, o'zimni shaxsiy hayotimdan karusel post qo'ygan taqdirimda ham 50 mingdan 60 mingdan ko'p axlat yig'adi. Misol uchun, mana karusel post 89,500 yig'gan. Hech qanaqa ortiqcha dizaynlarsiz, shunchaki o'zim logotipimni qo'yib yuborganman. Undan tashqari mana ko'rib turganingiz, bu sun'iy intellekt yordamida tayyorlagan rasmlarimni kollaj qilib qo'yganman va bu ham 142 ming prosmotr yig'gan. Undan tashqari Tramp bilan tushgan mana shu fotosessiya ham 864 ming prosmotr yig'gan. Undan tashqari pastda 5 million, yana 49,400, 877 ming prosmotr yig'gan shunaqa karusel postlar ham bor. Hozirgi paytda Reels'larga o'xshab karusel postlar ham ancha yaxshi ishlayapti. Shuning uchun karusel postlardan foydalanishingiz shart. Karusel postlarni biz qayerda tayyorlaymiz? Karusel postlarni tayyorlash uchun bizda Chatplace sayti bor. Chatplace'dan qanaqa ro'yxatdan o'tishi, umuman virali funksiyasidan qanaqa qilib foydalanishi ham hozir men sizga tushuntirib beraman. Har bir o'quvchi uchun individual alohida mana shu o'quvchilarimiz uchun alohida havola chiqarganmiz. Ushbu havola orqali siz ro'yxatdan o'tsangiz, sizga 14 kun bepulga foydalanish uchun Chatplace'dan limit beriladi. 14 kundan keyin men sizga yana yangi havola olib beraman. Umuman olganda Chatplace o'zbek tilida ishlaydi va Chatplace'da siz bemalol foydalana olasiz. Chunki tayyor shablonlar bor va telefondan ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Birinchi navbatda biz sizga bergan havola orqali siz ro'yxatdan o'tasiz va bu yoqda ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Undan keyin Google orqali yoki Facebook orqali yoki email orqali ro'yxatdan o'tishni bosasiz. Misol uchun menga Google orqali ro'yxatdan o'tish qulayroq. Umuman Chatplace'dan ro'yxatdan o'tish va viralini 14 kun bepulga foydalanishni aktivlashtirishni men alohida dars qilib yozganman. Uni mana hozir ko'rsangiz bo'ladi. Viralidan 14 kun bepulga foydalanish uchun hozir biz ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Uning uchun maxsus havola berilgan, pastda izohda qoldirilgan havola orqali saytga o'tasiz va o'zingizga qulay bo'lgan ro'yxatdan o'tish turini tanlaysiz va ro'yxatdan o'tasiz. Google akkaunt orqali ro'yxatdan o'tib olsangiz ham bo'ladi. Bu o'zingizni qulayligingiz uchun. Mana men o'zimni Google akkauntim orqali hozir ro'yxatdan o'tib olaman. Shundan keyin ishni davom ettirsam bo'ladi. Ro'yxatdan o'tganimizdan keyin bizda tezkor start bor. Ya'ni biz Instagram akkauntimizdan ulab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun Instagram akkaunt ulashni bosamiz va Instagram bilan davom etishni bosamiz. Undan keyin biz o'zimizga kerakli bo'lgan Instagram akkauntimizni ulab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun Instagramdan ro'yxatdan o'tamiz. Mana akkaunt uladim va razрешить bosdim. Agar sizda akkauntingiz boshqa Chatplace akkauntiga ulanmagan bo'lsa, shu akkauntga mana xatosiz ulanadi va biz tayyorni bosamiz. Mana bizga bepul 14 kunlik prototipi berilyapti. Endi buni qanaqa qilib aktivlashtiramiz? Bepul 14 kunga olishni bosamiz va bu yoqda biz o'zimizning karta raqamimizni kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 14 kundan keyin sizdan pul yechib oladi. Agarda sizga servis yoqmasa, bemalol buni obunani bekor qilib servisdan olib tashlasangiz bo'ladi. Ungacha hozir o'zingizni o'sha viza kartangizni kiritib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Buni qanaqa qilamiz? Misol uchun siz istalgan vaqtda uzun bank dasturi yordamida yoki boshqa banklar orqali onlayn kartalar ochsangiz bo'ladi. Misol uchun hozir men o'zimni uzun bank kartamni servisga ulab qo'yaman.
Chunki uzun bank kartasini ochish ancha oson. Onlayn tarzda istalgan vaqtda, istalgan joydan ochib olsangiz bo'ladi. Bo'ldi mana. Karta raqamini to'ldirdim va Pro tarifni faollashtirishni bosdim. Faollashtirganimdan keyin mana pastda yozuv chiqdi. To'g'ri, 14 kun davomida siz bemalol foydalanasiz. 11-martda mendan pul yechib olar ekan. Mana bu yerda keyingi to'lov turibdi. Agar sizga servis yoqmasa, shunchaki mana shu tugmani bosasiz va kartani olib tashlaysiz. Lekin servis yoqsa, oyiga $20 to'lab bemalol ishlatsangiz bo'ladi va bu servisni puli 100% oqlaydi. Chunki bizda mana shu Virali dasturi bizaga maksimum yordam beradi. Virali o'zi nima qila oladi? Virali bizaga karusel postlarni tayyorlab bera oladi, kontentlarimizni analiz qilib bera oladi. Polni shu havola orqali bergan kontentingizni ham analiz qiladi. Profilimizni avtomatizatsiya qilib beradi. Ya'ni avtomatlashtirib beradi va optimizatsiya qilib beradi. Ya'ni biolarni, suratlarni hammasini to'g'rilab beradi. Reelslarimiz haqida bizaga feedback beradi. Ya'ni bizaga nima qilishimiz kerak, nimani to'g'rilashimiz kerakligini aytib beradi. Oylik kontent plan beradi va Reels ideyalarini beradi. Umuman olganda biza Virali yordamida o'zimizni Instagram akkauntimizni to'g'ri sozlashimiz, undan to'g'ri foydalanishimiz va umuman uchadigan kontentlarni yozib olishimiz mumkin. Mana bu yerda yangi chatni bossangiz bizda yangi chat ochiladi. Bu yerdan biz o'zimizning akkauntlarimizni tanlab olamiz va bu yerdan galereyani bosib turib, bizda o'sha tayyorlangan rasmlarimizni shu yerdan olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda yana ilhomni bosganimizda bu yerda yaxshi uchayotgan reelslar chiqadi. Istalganini tanlab, o'zingizga moslab ishlatishingiz mumkin. Bu har bir funksiyadan qanaqa qilib foydalanish kerak, qanaqa qilib to'g'ri foydalaniladi, qanaqa qilib shu kontentlar avtomatlashtiriladi. Buni hammasini biz siz bilan keyingi darsda ko'rib chiqamiz. Chatplace'dan ro'yxatdan o'tib olganimizdan keyin biz Virali funksiyasidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, 14 kunlik bepul trialdan foydalanish uchun siz alohida akkauntdan kirishingiz kerak bo'ladi. Oldin ro'yxatdan o'tmagan akkauntingizdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizda bu yerda ko'zchani belgisi bor. Mana chap tarafda ko'ryapsizlar. Shuni bosganimizdan keyin bizda chat ochiladi. Mana. Bu o'zi bizaga kontentlarimizni avtomatlashtirishga ham yordam beradi. Bu haqida ham biz alohida darsda sizlar bilan gaplashamiz. Xo'p, ungacha biz hozir karusel postani qanaqa tayyorlashni hozir o'rganamiz. Mana ko'rib turganingizdek, men karusel postani aynan Virali yordamida tayyorlayman va Chatplace o'ziga shuni qo'yaman. Oldin bo'lsa dizaynerlarga shu karusel post tayyorlab bergani uchun $300 dan boshlab pul to'lardim bir oyiga. Hozir bo'lsa bu hammasi mana shu Virali yordamida avtomatlashtirib qo'yilyapti. Xo'p, umuman olganda siz o'zingizni promptingizni yozsangiz bo'ladi yoki-da ChatGPT yordamida prompt yozsangiz bo'ladi. Qanaqa qilib yozamiz? Qarang. Misol uchun ChatGPT ga kiramiz, o'zimizning kontentimizni yozishimiz kerak bo'ladi. Shuni ham ifodalab beramiz. Misol uchun qarang. Xo'p. Men Instagram sahifani yurg'izish uchun yordam beradigan top 3 AI haqida karusel post tayyorlamoqchiman. Misol uchun Apple stilida minimalistik lekin 3D emojilar bilan. Men shunchaki stilni hozir tushuntirib beraman. Xohlagan stilingizni qo'ysangiz bo'ladi yoki-da rasmdan mashtab tashab turib, xuddi shunaqa stilda qilmoqchiman desangiz, yoki xuddi shunaqa ranglar palitrasida qilmoqchiman desangiz, shunaqa qilib beradi. Misol uchun mana kelinglar, Pinterestdan biz ideya olsak bo'ladi yoki-da Behance'dan ideya olsak bo'ladi. Hozir men Safariga kiraman. Bizda Behance degan sayt bor. U yoqda dizaynerlar o'zini qilgan ishlarini qo'yib boradi. Siz bu yoqdan ilhom olib turib, ChatGPT tashab, xuddi shunaqa dizayn qilmoqchiman deb undan yordam so'rasangiz bo'ladi. Mana poiskka karusel deb yozaman. Mana karusel Instagram chiqib keldi, ko'rdinglar? Xo'p. Endi bu yoqdan mana shuni post karusel deganini mana men screenshot qilib olaman. Xo'p. Mana. Screenshot qilib oldim. Endi buni kesib turib ChatGPT ga tashlayman. Apple stili demayman-da endi. Karusel post tayyorlamoqchiman. Yuklangan
suratdagi stil bilan bir xil bo'lsin. Shunchaki siz stilni tushuntirib bersangiz bo'ldi. Yokida o'zingiz prompt yozsangiz bo'ladi. Yokida ChatGPT bilan shunaqa prompt qilsangiz bo'ladi. Sizga oson bo'lishi uchun ChatGPT bilan ko'rsatyapman. Lekin yuqoriroq natija olish uchun baribir o'zingiz prompt yozganingiz yaxshi. Prompt yozishni o'sha oldingi darsda o'rganganmiz. Xo'p, bizga mana quyidagi promptlarni beryapti. Qarang, stilli promptini berdi. Uni nusxalab oldim-da, qo'ydim. Endi pastda birinchi slaydni o'sha hook qismini, ya'ni birinchi o'sha Instagramda chiqadigan qismini yozib berdi. Mana uni qo'ydim. Bo'ldi, mana endi keyin mana shunaqa yig'ib olaman. Yokida shu yerda aytib ketsak bo'ladi. Bitta to'liq prompt yozib ber. Har gal mana copy paste qilmasligimiz uchun-da. Yoki mana o'zi yozib ham beribdi. O'sha mani ChatGPT yaxshi bilib olgan. Shuning uchun bittada yaxshi tushunarli qilib beribdi. Xo'p, endi biz nima qilamiz? Endi biz shunchaki viraliga kiramiz. Mana viraliga kirganimizdan keyin bu yoqda mana pastda ko'ryapsizlar, xabar yozing degan joyi bor. Shu yerga hozir olgan promptimizni qo'yamiz. Content ichida o'zgartiradigan joyi bo'lsa o'zgartiramiz. Va bu yoqda ko'ryapsizlar, yulduzcha bor. Shu yulduzchani bosamiz-da, bitta rasm turibdi. Bu bitta rasmni tanlasak, bitta slaydga karusel qilib beradi. Sujet chizig'ini bosib turib, biz nechtadir slayd tanlasak, misol uchun ChatGPT bizga 5 ta slaydli qilib beribdi. 5 ta slayd tanlasak, 5 ta bizga rasm qilib beradi. Bu yoqdan bo'lsa, biz razmerlarni o'zgartiramiz. Lekin Instagram karusel 4 ga 5 bo'ladi. Mana qalamchani bosib qo'ysak, bizani promptimizni yana ham yaxshilab beradi, kompozitsiyalarni to'g'rilab beradi. Qanaqadir xato bo'lsa, shularni to'g'rilab beradi. Yonda mana rasmni belgisi bor. Shuni bosganimizda biz misol uchun hozir olgan skrinshotimizni qo'shib ketsak bo'ladi. Как reference qilib qo'shib ketsak bo'ladi. Bunga siz inglizcha, o'zbekcha prompt ham yozsangiz bo'ladi. Lekin sifatlisi inglizcha bo'ladi va samolyotchani bosib qo'yamiz. Samolyotchani bosganimizdan keyin mana bizda ketyapti. Generatsiya ketyapti. Kutsak uzog'i 1-2 daqiqa kutamiz va bizning rasmlarimiz tayyor bo'ladi. Umuman olganda, shu aytgandagi karusel postlarni siz o'zingiz loyihalaringizda yokida o'zingizni o'sha sahifangizda bemalol joylab turib, o'sha reels olishga vaqtingiz bo'lmagan paytda o'sha ma'lumotlarni karusel posti orqali bersangiz bo'ladi. Karusel postlar ham o'sha aytgandagi yaxshi ko'rilyapti va yaxshi axlatlarni olib kelib beryapti. Undan tashqari obunachilarni ham obuna bo'lishga undasangiz bo'ladi. Oxiriga to'g'ri call to action qo'yib. Mana bizda hozir generatsiya ketyapti. Agarda sizda qanaqadir loyihalaringiz bo'lmasa yokida siz o'zingiz Instagram sahifangizni hozircha yurg'izmayotgan bo'lsangiz, siz shunaqa dizaynlarni qilib berib turib, xizmatingizni sotsangiz bo'ladi. Lekin o'sha oldingi darsda aytgandek, siz o'zingiz Instagram sahifangizni ochib, yurg'izishda davom eting. Chunki dars tugaguncha, ya'ni kurs tugaguncha sizda o'sha portfolio bo'ladi, sizda o'sha o'zingizni shaxsiy brendingizni qurayotgan bo'lasiz. Ancha boshqalardan oldinga o'tib olgan bo'lasiz. Shuning uchun Instagram sahifangizni ochib, prosmotr yig'masa ham kontentlar qo'yishda davom eting. Mana ko'rib turganingizdek, bizda 5 ta rasmdan iborat karusel postimiz tayyor bo'ldi. Ichidagi kontentlar bilan birga bizga sun'iy intellekt yozib beryapti. Dizaynlarni ham bir xil stilda qilib, o'sha ikonkalarni o'zi qo'yib, hammasini o'zi qilib beryapti. Endi siz hech qanaqa dizaynerga pul to'lashingiz yokida dizayn qilishga ko'proq vaqtingizni ketkazishingiz shart emas. Shunchaki to'g'ri prompt berib, to'g'ri vizual tanlab, viralidan foydalansangiz bo'ldi. Agar sizga rasmda nimadir yoqmasa yoki qanaqadir xato bo'lgan bo'lsa, mana shu xabar yozing degan joyi ustiga bosib turib, siz bemalol popravka bersangiz bo'ladi, ya'ni tuzatishni aytsangiz bo'ladi. Shunda sizga tuzatib beradi. Umuman olganda, shunaqa karusel postlarni tayyorlash juda ham oson. Siz ham foydalaning va Instagram uchun karusel post tayyorlab, kamida 2 ta karusel post tayyorlab, vazifa ko'rinishida bizga yuboring, biz ularni tekshirib chiqamiz. Bularni qanaqa yuklab olsa bo'ladi? Istalgan bitta rasmni ustiga bosib turib yuklab olishni bosganingizda hammasini mana shunaqa qilib yuklab chiqsangiz bo'ladi. Сохранить изображение qilasiz, shu bilan mana bizga galereyaga bu rasmlar tushadi. Keyin bemalol Instagramga qo'ysangiz bo'ladi. Instagram sahifa ochishni men oldingi darsda o'rgatganman. Instagram sahifangizni ochib, aynan shu Instagram sahifangizga shunaqa foydali karusel postlar qo'yib boring. Xudo xolasa sizda ham obunachilaringiz oshib boradi. Ko'rib turganingizdek, karusel post tayyorlash uchun hech qanaqa dizayn skilllari yokida qanaqadir даже fokus ham kerak emas. Shunchaki to'g'ri referens olib, to'g'ri foydalansangiz bo'ldi. Даже ichidagi ma'lumotlarigacha ham, o'sha kontentlargacha ham bizga sun'iy intellekt yozib beryapti. Shunchaki undan olib bunga bersak bo'ldi. Tayyor bo'ladi bizga karusel postlar. Buni shu boya aytgandek siz
xizmat qilib boshqa o'sha shaxsiy brendi borlarga yokida SMM o'sha komandalarga как dizayner bo'lib ishlab, yana qo'shimcha daromad qilsangiz bo'ladi. Yokida eng zo'r varianti o'zingizni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'zingiz ko'tarishingiz kerak. Aynan shunaqa karusel postlar, reelslar tayyorlab turib, shunaqa qo'yib borishingiz kerak. Shunda o'sha aytgandek sizda ham obunachilar ko'payadi va mijozlarni o'zi aynan shu Instagram sahifangiz orqasidan sizga murojaat qilishadi. Shu aytib o'tganimdek, karusel post tayyorlang. Aynan Virali yordamida 2 ta karusel post tayyorlab, bizga vazifa ko'rinishida yuboring. Hammasini tekshirib chiqamiz va Instagram sahifangizga ham qo'yishni unutmang. Keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'ling.